6 karra klassik fizik bo'yicha Mr. Olimpiya chempioni Kris Bamsteaddan bir kunlik qanot uchun mashqlarni bugun bajarib ko'ramiz. Birinchi mashq chaga trenajyorda vertikal holatda boshladim. Bu mashq qanot tepa qismini yanada kattalashtirishda yaxshi va men uchun eng zo'r mashq hisoblanadi. Ikkinchi mashq egilib shtangada bajardim. Aynan tegi qismini yaxshi sezdim. O'ta og'ir vazn bilan bajarmadim, chunki e'tibor texnikaga va qanotni yaxshilab sezish uchun siqib bajardim. Uchinchi mashq 45 gradusda skameykaga suyanib bajardim. Bu yerda ham texnikaga e'tibor berib, o'ta og'ir ves bilan bajarmaylik, ko'proq mashqni to'g'ri bajarishga qaratinglar. To'rtinchi mashq gorizontal holatda trenajyorda bajardim, lekin bu trenajyorda zo'r sezdim qanotni. Beshinchi mashq arqonda pulover qildim. So'nggi mashq bo'lgani uchun sal qiyin bo'ldi, lekin qanotning maksimal mazasini qochirdi. Va trenirovkamizning so'ngida orqa delta uchun bitta mashq bajardim. Mana sizlarga mehnatni natijasi o'zingiz ko'ryapsizlar, pamp nerealniy bo'ldi. Maksimalniy qanotda ishirdi.